Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali a'zolari. Mana bugun yomg'ir bo'lishiga qaramasdan ishlarimizni boshlab qo'ydik avjida. Mana tanlovlardan yomg'irlar sharillab yog'yapti. Qozog'iston Respublikasi Chimkent shahridamiz. Ana bu xonamizni ichini kavlashga kirdik. 5 sm 4 pog'on olib chiqib, ana indan keyin steshka qilamiz. Va shkaturkasini uramiz buni. Ana shundoq mehnat qilinadi bu yerga kelib. Ba'zi bir odamlar o'zicha fikrlaydi. Ustalar keladi-da o'ynab kelib pul olib ketadi bu yerga deb. Yo'q, noto'g'ri fikrlar. Mana shunday qiyinchiliklari bor mana. Yeri qattiq, juda qattiq. Mana ketmonini qo'parib aravaga yuklab olib chiqib tashlanadi buni. O'ziga yarasha mashaqqatlari bor. Musofir ishini ham ko'rib turibsizlar mana. Har bitta xonani shuna olib chiqiladi. Bular to'ldirar ekan. Ichin. Mana yoqqa to'kamiz hozir. To'liq shkaturkalarni urib chiqiladi buni. Xudo xolasa. Kimga qanaqa taklif savollar bo'lsa, qiziqtirgan savollari bo'lsa, bemalol javob qaytarasiz. Yozsa javob qaytaramiz. Musofirda bo'lgan aka-ukalarimizga sog'lik salomatlik tilaymiz. Oila barlariga sog' salomat qaytsin. Hammani topganiga Alloh o'z barakalarini bersin. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Sog' salomat bo'ling.